Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Farg'ona viloyati Furqat tumani Uzunchek qishlog'idan Shurajon ukamizdan o'zlari boqib turgan mana shu Qozog'istonda buqalari bor ekan. O'shalarni sizlarga narx-navosini to'liq olib berishga harakat qilamiz. Qanchadan boqyapti, nima berib boqyapti, yeb ichish qanday, dastlabkasi bormi, yo'qmi, to'liq ma'lumotlarni videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsangiz olib beramiz. Qo'llab-quvvatlabdan layklarni bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'ng'iroqchalar chalib qo'ying. Bu yerdan oldin bir 100 taga yaqin buqa chiqargan edik. O'zlariga olib qo'yganlarni boqib turgan ekan, mana qolgan-edi endi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingizmi? Nima gap bormisiz? Xudoga shukr, rahmat. Bir boshladingiz, shu mana yo'q bo'lib ketdingiz. Tamojna qiynayapti aka. Ha, mayli. Qani, bugunga nechta endi Shurajon? Aka 19 bosh. 19 bosh. Aha. Hop, buqalarni endi ko'pchilik aytishi mumkin. Bu ukamiz olib keladi, to'g'ri, olib kelib o'zlari sotdi vaqtida, to'g'rimi? Ha, aka. Bularni hozir qanchadan boqib turibsiz? Aka, bular o'tgan partiyani mollari emas, bular 3 oy oldin kelgan. Ha, eski, ha? Eski mollar bular. Fermada edi, fermadan olib keldik baqa. Bunday pul zarurligi uchun sotyapmiz aka. Anchadan yemlab turibdi bu. Ha, bular 3 oydan beri baqilyapti o'zimizda. Buni qarang. Fermadan kelgan mollar. Xo'sh. Bu mollardan bitta ham qolmadi aka, sotilib ketdi bu mollar. Eski partiya qolmagan. Yo'q, umuman qolmagan. 3 qancha edi? 103 ta. 103 ta, ko'p edi-da. Hop, yeb ichish sog'liqlari zo'r. Hamma yo'g'iga javob aka, yeb ichdilar. Va o'z mollar ham aytib turibdi, bari o'yna qilib. Yemda turgan mollar aka, mana orqalari, karabkalari hammasi. Qani bitta zo'r aka. sekin ko'rsataychi. Ichkaridan haydaymi? Ha. Dastlabkalarga nima deyman? Dastlabki vodiy bo'ylab aka. Mhm. O'zbekiston bo'ylab kelishamiz. Vodiy bo'ylab 2 ta 3 ta olibsa ham qilib beramiz aka. Qolgan joylarga ham iloji boricha qilib beramiz aka. O'zbekiston bo'ylab. Demak, dastlabki vodiy bo'ylab o'zingizni hisobingizda. Ha, qolgan joylarga kelishamiz aka. Greenfordlar. Samarqand, Jizzaxlarga ham bitta 2 ta skrinshot qilib tashlatsa aka, pulni kelishamiz. Olib borgizib beraveramiz uni. Gap yo'q. Dastlabkida muammo yo'q aka. Buqalar yosh oyligi qanaqa? Necha oydan necha oygacha? Bular aka 3 oy oldin kichkina mollar edi, endi hozir patrashka bo'ldi bular. Katta, orqalari ham mana. Karabkalari ham ancha to'lib qolibdi. Orqasi kuchi yo'q umuman aka. Mana bular qarang. Endi yemni yo'rsa hammasi to'lishib, ko'rkamlashib, vazn yig'ib boraveradi. Endi ag'dan olib kelish ham oson bo'lmayapti aka mollarni. O'zi keladigan molam o'zi narxi bilan kelyapti ag'dan ham aka. Oddiy kichkina buzuvchasi hozir 15, 14, 16 million ketyapti. Endi bular bo'ybasini nechadan nechagacha beramiz? Bo'yini bilmasam endi aka. O'zim taxmin qilib qo'yaman. O'zingiz taxmin qilib aytavering aka. Hop, 1.15 dan Shu. Kattalarni ko'ring. Mana aka orqalarini qarang. Eng katta buqangiz qaysi? Bo'yi mana O, shunday. mikki mouse bo'lsa kerak, no ichkarida yuribdi. 25 gacha bor ekan. Mana Mana shular baland katta buqalar ekan. Hop. Pulini necha puldan aytamiz endi? Pulini yengil qo'yamiz aka, xudo xolasa. Olgan odam baraka topsin. Ha, baraka topsin avvalosi. Mazza qilib baqsin. Baraka bersan men chorvasiga aka. Gap yo'q. Xudo xolasa bizga o'tgan safar ham yengil qo'ygan edi. 103 ta mol shu 2-3 kunda tala bo'lib omad ras odam kelganmi o'sha. Ha, sotilib ketdi aka. Bu ham xudo xolasa yengil ketadi aka. O'kamizda pastda ham yengillar. Narxiga to'g'ri sotish. Qo'limiz yengil aka, barakali qo'l. Xudo xolasa mazza qilib baqishadi olgan odam. Mana haqiqiy o'ynab turibdi buqalar. Ayting endi, nech puldan nech pulgacha tanlab olish nech pul? Kichkinasi 17 million 200 dan. Aha. Kattasini 19,5 dan tanlab olib ketishaveradi. Zo'rini-ya? Ha, zo'rini. Mana aka mana, Greenford. Orqalarini qarang. 21-22 desa ham bo'ladi, kerak emas u narx aka. 19,5 bo'ladi. Qochirmasdan, ha? Qochirmasdan, yengil qilib. Mana akalar. Maqsad sotish aka. Tevarak ham solishtirib ko'raverasiz. Ha, bemalol, bexijolat. Bozormi aka, atrofmi, hamma joyga solishtirib, bemalol ustiga kelib ko'rib, savdo qilib ham ketishaversin aka. Uyaladigan joyimiz yo'q. Hammasi sog'lom, oyoq og'rig'isi yo'q. Yo'q, bir burni oqqani yo'q aka. Anchadan yebichanlari zo'r. 3 oydan beri baqamiz aka. Kafolatda o'zi bilan ekan. Ha, iyi. Bularni bitta yem solaylik bo'lmasa. Hozir kelib yeb ichini ham ko'rsak, lekin mana tana joni sog'lomligini ko'rdik. Hozir optimga ham bitta bilib beramiz, nech puldan. Kelaveradimi yem solsa? Ha, hozir aka. Hop, siz bitta yem solganingizcha men ko'rsatib turaman. Bu kalmikka ham o'xshab ketadi ekan-a?
Ha, bitta ikkitasi bor aka. Kalmix parodaga o'xshab ketadigan buqalar. Hay, Qozog'istonning buqasi. Hammasi. Qani, Qani, hop, ketdik. Mah. Yemga juda o'rganganda aka bular. O'n qarang. Ha, anchadan yem yeb turgan ekanda, yemdi. Yemni juda yaxshi ko'radi bular. Mazasiga tushunib qolgan ekan. Ishlarni qarang. Ishlariga javob aka. 19 ta dedingizmi nechta? 19 ta. 19 bosh. Mana hozir orqasini bir sidra yaqindan ko'rsatib berak. Xo'p. Bari terilib oldi. Shurajon, Voy aka. uka, Optimga bitta. Optimga aka Bo'shatishga. 17 million 900 dan xayriga o'tib beramiz. Mana 17 million 900 dan. Bunaqa narx yo'q aka. Gap yo'q. Faqat Rahmatjon sizda. Hop. 17 million 900 dan bir joyga bo'lsa ketdi. Orqalarini qarang aka buni. Zo'r. Bunisini qarang, mana bunisini. Mana bunisi. Bu qolar ancha avlikul. Jirlanib qolganda yem Ha, aka, ancha. yem yeb. Kelgandan yem beriladi aka. O'zi mana bunday qarasangiz pilovga kelib qolibdi. Arqa tarafi uni pilov bo'ldi bu qolarda. Mana shu katta bo'lgan. Tanlab olish nech pul dedingiz? 19,5 dan aka. Zo'rini olsin, ha. Shunda skinini sotib qilib tashlasin aka, mol chiqib ketaveradi. Ha. O'ylaymanki hamma buqani bir sidra ko'rib chiqdingiz. Yoqqanini tanlab tashaverasiz. Narx-navosini. Aka puliga yutkazadigan mol yo'q umuman. Bitta joyga olsa yanada Ha, mazza qilib baqishadi yutkazib aka. qo'ydim demaysiz. Yo'q, umuman plusda aka. O'zgarishga rosa mo'yil. Hop, break. Hayt. Ikkalasini bir joyga ketdi degan joyga nech pul ikkalasi? Ketdi 19 dan aka. Ikkalasi. Aha. Mana ketdi. Hop. Mana shu nech pulga ketdi? Bu ham 19 ga ketaveradi aka. Hop, modumi kaltachi. Bu ham 19. Mana aka 17lari. 17 million 200 degan mana 17 ga chiqib ketaveradi aka mana. Bu ham pasti bir xil mana. Aha. Mana aka Bo'ldi. 18 aka. Hammasi narxi bor o'ziga yarasha aka. Bu gap. Kelishsin Buqalarga gaplashamiz. Like bosib qo'yamiz akalar. Hamma chorvasiga topgan yo'llar baraka bersin. Kelaverasizlar, xudo xolasa. O'ylaymanki narx bo'ldi. Nomer nechi qo'yib qo'yamiz? 94 lik aka. Mhm. 003 Hop, 47. WhatsApp, Telegram hamma narsa bor aka. bo'ldi. Telefon qilsa Telegramdan yozsalar aka tashlab beraveramiz aka. Aha. Manzilimiz bitta ochingchi, tashqaridan ham yeyishlarni ko'rsatdik. Farg'ona viloyati Furqat tumani Uzunchi qishlog'i aka. Uzunchi qishlog'ida. Silosga ham urgani bo'lgan. Asilyosidagi kelgandan beri bular. Silosni yeydimi deganlarga mana silosni bayo'y urar ekan. Kepat sepib berasiz, yengil boqaverasiz mana shu holatda. Moh. Hammaga omad, akalar kelaverasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.